Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Hozir sizlarga mohona qurish tartibini mana shu yerda qanday qurilganligi to'g'risida qisqa ma'lumot berib ketaman. Bu videoni olishimga sabab o'zimga qiziqish bo'ldiki, o'ng tomon qancha joyga sig'adi o'rtacha hisobda mohona qismida qurilishlar to'g'risida ma'lumot beraman. Hozir mana shu yerda qadamlar hisoblaydigan bo'lsam, o'ng tomon necha metrga tushadi. Например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. 15 qadamga 11 mol tushyapti. 15 qadamga 11 mol tushyapti. Shunda devor hisobini olib o'tdim. Ikki tomonda 40 santimetrdan mol turadigan joyi, mana bu mol yotadigan joyi nima? Karmishkadan, ya'ni o'tadigan masofasidan so'zsiz bo'lishadigan joyi bo'lsa 180 hisoblanadi. 180, 190 sanamni orqaga o'tiradi. Tak. Devordagi derazalarni hisobini oladigan bo'lsak, qishloq sharoitida qilsa bo'ladigan, lekin bu eski davrda qilingan derazalar almashtirilib ta'mirlangan joy. Xullas, patolog hisobiga patologga e'tibor beramiz. Patolog o'rtacha hisobda 2 metr, o'rtacha 2 metrdan mana katta brus shaklida tashlanganda, brus o'rtadan ko'tarilgan chamasi. Adashmasam ko'tarilgan. Mana shunday shaklda qilinganki, ortiqcha xarajatsiz, bu yerda xarajat nazarda tutilmagan bo'lsa ham kamroq material xarajat qilingan, lekin katta ob'yomni yopilgan. Eski tipdagi molxona, adashmasam menga aytishgan ma'lumotga ko'ra, o'sha urushdan keyingi qurilgan molxona deyishdi. Ko'rishingiz mumkin. Har bitta mollar haqida ma'lumot bor bu yerda. Ma'lumot shundan iboratki, mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, mana ko'plar tug'ilgan sanasi, kuni, nechta sasod ishlashdi, ya'ni nechta ishchi yilim borligi to'g'risida ma'lumot beradi. Hozir sog'in jarayonligi uchun sog'in to'g'risida ma'lumot berib ketaman. Lekin bu to'g'risida yuqori videolarimda aytib o'tganman, lekin qo'shimcha ma'lumot bo'ladi degan umiddaman. Vakuumga sog'ilyapti, ya'ni sistemaga vakuum orqali yangi tuqqan mollar bachata sog'iladi. Ko'rishingiz mumkin, to'rtta apparat sog'ilyapti. Bu mollarning nomi shuki, Golshtayn hisoblanadi. Golshtayn mollari. Bu Golshtayn mollari odatda qancha sut beradi desangiz, mana abid ertalab kechqurun debsizlar yozib qo'yilgan. Mana shu mol kameli degan mol. Ertalab 11 ta, abidda 10 ta bergan. Ko'plar 14 ta, 11 ta, kechga bor 8 ta nima beradi? 8 ta, 9 ta. Bunisi dachniya 11 ta 8 ta sut bergan. Bunisi 15 ta 11 ta. Bunisi 12 ta 11 ta sut bergan. Sut yo'nalishiga mol boqaman deganlarga Golshtayn mollarini tavsiya qilaman albatta. Lekin bitta bu mollar kamchiligi shundan iborat ekanki, mana tuyoq masalasiga keladigan bo'lsa, tuyoq yemirilishi, tuyoqdan kasal bo'lishligi ehtimoli ko'proq ekan. Ko'rishingiz mumkin, har bitta molda tuyoq kasalligini kuzatishingiz mumkin. Albatta bilan tug'ilgan yili bor. Bu mol mana Muza 2022-yil tug'ilgan. Bunisi 2020-da tug'ilgan. Mana bu tuyoq kasalligi bilan kasallangan
Suruka 2020-yilda tug'ilgan, bunisi 2021-yilda tug'ilgan. Unisi, mana bunisi tug'ilgan yili. Adashmasam 20-yilda tug'ilgan. Unisi mana bu mol esa даже 16-yilda tug'ilgan ekan. 2016-yilda ama tug'ilyapti mana shuni. O'ylayman sizlarga kerakli ma'lumotni berdim, o'zingizga kerakli bo'lgan qiziqqan ma'lumotlaringizni foydalanasiz. Kanalimizni rivoji uchun o'zingizni hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Ya'ni like va podpiskalaringizni qo'yib, bu ma'lumotlar kimlargadir yetib borishiga siz ham sababchi bo'lasiz degan umiddaman. Omon bo'linglar.